Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tibbiyot universiteti talabalari, bo'lajak nevrologlar va shifokorlar. Ketdik biz, demak, birinchi mavzuyimizni davom ettiramiz. Biz sizlar bilan bundoqni ko'rib chiqdik, ya'ni o'sha nerv sistemasidagi klassifikatsiyalab oldik, neyronlar turlarini ko'rib chiqdik. Umumiy tushunchaga ega bo'lyapmiz. Endi ketdik. Bu yerda bizda nerv impulslari, fiziologiya kurslaridan sizlarga ma'lum, nerv impulslari o'tishi uchun bizda neyromediatorlar ishtirok etadi. Ya'ni bir neyrondan ikkinchi neyronga o'tishi uchun bizda neyromediatorlar ishtirok etadi. Qanaqa neyromediatorlar turlari bor desa, biz 3 ta asosiy turga bo'lib olsak, osonlik bilan o'rganib olamiz. Bular qaysilar desa, bizda birinchi bo'lib qo'zg'atuvchi, tormozlovchi va neyromodulyatsiya qiluvchi neyromediator turlari bor. Qo'zg'atuvchiga nima kiryapti desa, glutamat va gistamin. O'z nomidan ma'lum, bu bir neyron ikkinchi neyronga impulsni berayotganda, ya'ni bu faqat qo'zg'atadi. Ya'ni bunda qaysi neyromediator orqali ishtirok etadi desa, glutamat va gistamin. Agar biz qo'zg'atuvchi neyromediatorning faoliyatini oshirsak, o'z-o'zidan hujayrada qo'zg'alish ortib ketadi. Agar biz bu qo'zg'atuvchi neyromediatorlarni bloklaydigan bo'lsak, neyronlarda tormozlanish yuzaga keladi. Misol uchun, glutamat neyromediatorini bloklaydigan bo'lsak, bizda anesteziyaga tushishimiz mumkin deydi. Misol uchun ketamin degan dori vositamiz glutamatni bloklagan hisobiga bemor anesteziyaga tushadi. Yoki bo'lmasam gistamin o'z-o'zidan bu qo'zg'atuvchi neyromediator. Ya'ni bir neyron, presinaptik neyron, postsinaptik neyronda nima qiladi? Ya'ni ikkinchi neyronda, ikkinchi neyronni qo'zg'atadi. Gistaminni bloklaydigan bo'lsak, tormozlanish jarayoni yuzaga kelib chiqadi. Misol uchun sizlar bilasizlar, antigistamin dori vositalari, misol uchun Larata, Diazepam kabi dori vositalari gistaminni bloklagan hisobiga neyronda tormozlanish yuzaga kelib chiqadi. Keyingi turimiz tormozlovchi. O'z navbatida bizda ba'zi bir neyromediatorlar turlari keyingi neyronni tormozlashi kerak. Bunda qaysi neyromediatorlar orqali ishtirok etadi desa, GAG. Misol uchun, gamma aminomoy kislota. Bu o'z-o'zidan tormozlovchi neyromediator. Tormozlovchi neyromediatorni biz faoliyatini oshiradigan bo'lsak, neyrofarmakologiya kurslarimizda ham hali bularni chuqur o'rganib chiqamiz. Ya'ni biz tormozlovchi neyromediatorlarni ish faoliyatini oshirsak, qo'zg'atsak, hujayrada tormozlash yuzaga kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa tormozlovchi neyromediatorni faoliyatini bloklasak, hujayrada qo'zg'alish yuzaga chiqishi mumkin. GAG bilan misol uchun glitsinni keltirishimiz mumkin. Glitsin ko'pchilik biladi, glitsin o'zi dori vositasi ham bor. Bu nima qiladi? O'z-o'zidan tormozlovchi, ya'ni bemorni tinchlantirish uchun ishlatiladi. Keyingisi neyromodulyatsiya qiluvchi. Neyromodulyatsiya qiluvchi neyromediatorlar ikki xil, asosan ikki xil turi bor. Dopamin va serotonin. Bularning funksiyasi o'z navbatida bizdagi es hushimizda bo'lishimizni, aktiv harakatlarimizda, xotiralarimizda ishtirok etadi. Ya'ni dopamin yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bizda bilamizlar, Parkinson kasalligi kelib chiqishi mumkin. Dopaminning miqdori oshib ketsa, Huntington nomli kasalligimiz kelib chiqadi. Shu kasalliklarni o'rganishimiz uchun biz dastlab neyromediatorlarni o'zini o'rganib olishimiz kerak. Misol uchun, serotonin. Serotoninni ko'pchilik baxt gormoni deydi. Serotoninni agar biz serotoninning miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, bizda bemorlar depressiyaga tushib qolishi mumkin. Shunda biz beradigan dori vositalar serotoninning miqdorini oshirishga qaratilgan. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Endi kelinglar, biz neyrofarmakologiyani burga qo'yib turaylik, bizlarga biroz bor. Endi ketdik. Bizda bosh miya yarim sharlari o'zi qanaqa qismdan tuzilgan? Bosh miya va orqa miya qanaqa qismlardan tuzilgan desa, ikki xil moddadan tuzilgan deymiz. Kulrang modda va oq modda. Ya'ni kulrang moddaga nimalar kiradi desa, o'zi kulrang modda analiz sintez qilish vazifasini o'ziga oladi. Ya'ni kulrang moddada kelgan informatsiya analiz sintez bo'ladi. Bular qayerlar desa, serebrokorteks, ya'ni bosh miya yarim sharlarini po'stloq qiladi. Yana qayerda kulrang moddaga kirsa, bazal gangliyalar, putamen, globus pallidus kabilar kiradi. Bularni hal etamiz. Shu bilan birgalikda talamus kulrang moddaga kiradi. Bizdagi kranial nervlar yadrolarni ham kulrang moddaga kiritamiz. Undan keyin orqa miya shoxlari va boshqa tuzilmalar. Endi oq moddaning vazifasi nima desa, oq modda bizda neyronlar aksonlardan tuzilgan. Bundan oldingi videomizda ko'rdik. Ya'ni neyronni tanasi analiz sintez qilishga javobgar bo'ladigan bo'lsa, dendrit axborotni yig'adi, aksonni o'tkazadi. Oq modda faqat nervlarning aksonidan tashkil topgan. Bularning vazifasi o'zidan ma'lum, informatsiya faqat tashish. Bu qayerda bor desa, bizda korpus callosum, ya'ni qadoq moddani, ya'ni bilasizlar, boshning yarim sharlarni bir-biriga biriktiruvchi qism oq modda tuzilgan va o'tkazuv yo'llari. Har qanday o'tkazuv yo'llari bizda bosh miya va orqa miyada o'tkazuv yo'llari bor. Mana bu yerda ko'rsak, sxemada oson o'rganamiz. Qaranglar, bizda bosh miyani mana koronar kesmalarni ham o'rganib oldik. Ko'rasizlarmi? Tashqari korteksi bizda kulrang moddadan tuzilgan va ichki qismi oq moddadan tuzilgan.
Lekin mana bu yerda aytgan bazal gangliyalarimiz, talamuslar misol uchun kranial nervlarning yadrolari bizda kulrang moddaga kiradi. Shu qismlar kulrang modda va oq modda orqa miyaga kelganda alishib qoladi. Ya'ni ko'rdik, bosh miyada nima bo'ldi? Bosh miyani atrofi kulrang moddadan tuzilgan, ichki qismi oq moddadan ko'proq. Endi bizda orqa miyani kundalik kesmasida ko'rsak nima bo'lyapti? Ya'ni atrofi oq modda va o'rtasi kulrang moddadan tuzilgan. Kulrang modda o'z-o'zidan analiz sintezga javobgar. Oq moddasi faqat o'tkazuv yo'llaridan iborat. Ya'ni neyronlarda aksonlari bor xolos. Endi bizda informatsiyalar bosh miya va orqa miyaga, ya'ni markaziy nerv sistemasiga tashiladi va u yerdan analiz sintez bo'lib javob qaytib keladi. Ya'ni biz markazga olib boruvchi har qanday misol uchun sezgi o'zi markazga boradi. Misol uchun siz bir narsani ushladingiz, yoki bir issiq buyumdagi sezgi informatsiya markazga olib boradi va u o'z-o'zidan harakat bo'lib qaytadi, siz qo'lingizni qaytarib olasiz. Bunda markazga olib boruvchi yo'lni biz afferent deymiz. Yoki bo'lmasa afferent holat desak ham bo'laveradi. Bu ya'ni olib keluvchi. Afferent arrive ingliz tilidan bilsak, osongina esimizda qoladi. A harfini o'qisak, yaxshi. Ya'ni demoqchimanki, markazga boruvchi yo'l u sezuvchi bo'ladi. Ya'ni sezilgan informatsiya markazga boradi, analiz sintez bo'lib, harakat bo'lib, markazdan qochuvchi, ya'ni harakatlantiruvchi to'la bo'lib qaytadi. Mana ko'raylik, orqa miyada mana bizda terimizda joylashgan retseptorlardan informatsiya boradi. Psevdoneural neyronlar orqali kirib, kulrang moddani orqa shoxiga kirib, orqa miyani orqa shoxiga kirib, bu yerda analiz sintez bo'lib, kelib mushakni harakatlantiruvchi tola hisobidan kelib, nima qiladi? Mushakni harakatlantiradi. Ya'ni biz markazga boruvchini afferent tola deymiz, markazdan qochuvchini efferent tola deymiz. Yoki bo'lmasa sezuvchi tola va analiz sintez bo'lgandan keyin harakatlantiruvchi tola bo'lib qaytadi. Kelinglar, biroz murakkabroq, lekin o'rgansa bo'ladigan sxemani o'rgataman. Ya'ni bizda nerv sistemasini boshida aytdimki, ikkita qismga bo'ldik, markaziy, periferik. Shu bilan birgalikda avtonom nerv sistemasiga ham ajratdik. Ya'ni inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, misol uchun yurak urishi, ovqat hazm bo'lishi, nafas olish, shu kabilar bo'ladigan bo'lsa, bularni ikki xil sistema boshqaradi. Ya'ni avtonom nerv sistemasining ichiga kiradigan, ya'ni simpatik va parasimpatik nerv sistemasi. Bularni ikkalasini muvozanatda turishi bizda normal fiziologik holatlarni normal holatda bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni birinchi bo'lib joylashishiga e'tibor beraylik. Simpatik nerv sistemasi qayerda joylashgan desak, aytamizki, toraka lumbar. Endi o'z-o'zidan nomidan ma'lum bo'lib turibdi. Ya'ni toraksis, ya'ni ko'krak segmentlari va lumbalis 1, 2, 3 lar bizda simpatik nerv sistemasiga kiradi. Endi parasimpatik nerv sistemasi qayerda joylashgan desak, parasimpatik nerv sistemasi bizda kraniosakral, ya'ni bosh miya yarim sharlaridan chiquvchi nervlarimiz, kranial nervlarimizni ba'zilari shu bilan birgalikda sakral, ya'ni mug'ozadan chiquvchi S2, 3 turlar, bular bizda parasimpatik nerv sistemasi hisoblanadi. Endi shu yerda bir narsani aytishimizdan chiqdi. Bu yerda qaranglar-da, bizda orqa miyani ko'rsak, kulrang moddasini 3 ta shoxi bor. Orqa shox, yon shox va oldingi shox bor. Bizdagi mana bu avtonom nerv sistemasi yon shoxlardan chiqadi. Yon shoxlardan chiqqan neyronlar mana bizda simpatik nerv sistemasida ham ko'rishimiz mumkin va parasimpatik sakral qismlarda ham ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. Endi simpatik vazifasi nima desa, simpatik vazifasi shunday ingliz tilida ibora qilamiz, fight or flight, ya'ni jang qil yoki uchib ket degan ibora bilan biz esimizda qoldirishimiz oson bo'ladi. Ya'ni bunda nima bo'ladi desa, bizda qorachiqni kengayishi bo'ladi. Qorachiqni kengayishi. Ya'ni simpatik aktivlanadigan bo'lsa, bizda qorachiq kengayishi kuzatiladi. Bemorlarni ko'rganimizda qorachiq kengaygan holatda bo'lishi mumkin. Yana nima bo'ladi desa, bronxodilatatsiya. Bronxodilatatsiya ya'ni bizda bronxlarning kengayishi. Siz uchmoqchisiz, sizda bronxlar kengroq holatda bo'lishi kerak. Yoki qorachiq kengayishi ko'proq informatsiya olish uchun. Keyingisi shunday borani olsak esimizdan chiqmaydi. Bizda yurak urishlar soni oshadi. Siz albatta asabiy holatda yoki urushgan holatda bo'ladigan bo'lsak, bizda yurak urishlar soni o'z-o'zidan nima bo'ladi? Ko'payadi. Demak, yurak urishlar soni oshadigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan simpatik nerv sistemasining faoliyatini oshib ketgandan bo'ladi. Misol uchun, bu bitta misol. Keyingisi bizda hazm faoliyatining sustlashishi. Simpatik nerv sistemasining faoliyati oshadigan bo'lsa, hazm sustlashadi. Chunki unaqangi holatda urush qilayotganingiz yoki jang qilayotgan holatda yoki uchib ketayotgan holatda sizda nima bo'ladi? Hazm faoliyatlari sustlashib turadi. Keyin yana nima bo'ladi desa, pillar erection, ya'ni bizdagi terimizda joylashgan tuklarni nima bo'lib qolishi, tikka turib qolishi. Bu asabiy holatda yoki boshqa holatlarda mumkin.
Undan keyin bizda qondagi glyukoza miqdorini oshishi. Bilasizlar, asabiylashgan paytda qandli diabeti bor bemorlarda qondagi qand miqdori oshadi. Ya'ni simpatik nerv sistemasiga bog'liq holatda. Shu bilan birgalikda bizda sistemik vazokonstruksiya bo'ladi, ya'ni qon tomirlarining umumiy to'rayishi yuzaga kelib chiqadi. Kelinglar, endi parasimpatikda nima bo'ladi? Parasimpatikdan iborat bo'lamiz. Dan ol yoki hazm qil. Bular ham o'z-o'zidan esda qolish uchun bu yaxshi usul hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi desa, nisbatan qarama-qarshi, bir-biriga qarama-qarshi desak bo'laveradi. Simpatik nima qilayotdi? Qorachiqni kengaytiradi, qorachiqni toraytiradi. Simpatik bronxlarda kengaytiradimi? Bizda bronxlar parasimpatik aktivlanadigan bo'lsa torayadi. Yurak urishlar soni kamayyapti, hazm faoliyati bo'lsa oshyapti. Shu bilan birgalikda bizda so'lak bezlarining faoliyati oshadi, ko'z yosh bezlarining faoliyati oshadi va bizda qon tomirlarini kengayishi yuzaga kelib chiqadi. Xo'p, endi bunda bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Agar siz bemorda qorachiqda olaylik, yana qorachiq kengaygan bo'lsa, sizda ikkita narsa turishi kerak ayolingizda. Ya'ni simpatik aktivlangan, misol uchun, lekin parasimpatikda faoliyatda yo'qolsa ham nima bo'lishi mumkin? Qorachiq kengayib qolishi mumkin. Chunki parasimpatik vazifasi nima edi? O'z-o'zidan qorachiqni toraytirish vazifasini oladi o'ziga. Endi bizda parasimpatikda joylashgan qaysi nervlar ishtirok etishini aytishim kerak. Bunda kranial nervlardan 3-juft kranial nerv, ya'ni nervus oculomatoris, 7-juft nervimiz nervus facialis, xo'p, bizda 9-nervimiz glossopharyngeus va nervus vagus 10-adashgan nervimiz va bizda sakral qismidagi S2, S3, S4 dan chiquvchi bizda neyronlarimiz bizda parasimpatik hisoblanadi. Ko'rasizlarmi? Ikkalasida ham ikkita neyron ishtirok etyapti. Bu yerda bizda ishlaydigan neyromediatorlarni ajratib olamiz. Birinchi neyronni ko'rasizlarmi? Narvoni hosil bo'lganda simpatik nerv sistemasida birinchi neyroni asetilxolin bilan, ikkinchi neyroni noradrenalin bilan ishlayapti. Endi shu parasimpatikga kelganda birinchi neyron ham asetilxolin bilan ishlaydi, ikkinchi neyron ham asetilxolin bilan ishlaydi. Shuning uchun ba'zi adabiyotlarda parasimpatik nerv sistemasini xolinergik nerv sistemasi deydi. Simpatik nerv sistemasini bo'lsa bizda adrenergik nerv sistemasi, ya'ni noradrenalin va adrenalin bilan ishlaganligi uchun. Endi farmakologiyada o'qiganlaringda yoki farmakologiyaga oid qandaydir ma'lumotlar ko'rganlaringda aytishim mumkin, xolinergik nerv sistemasiga ta'sir etuvchi. Misol uchun atropinni aytishimiz mumkin, xolinoblokad misol uchun. Ya'ni xolinoretseptorlarni nima qiluvchi? Bloklovchi. Yoki xolinomimetiklar bor. Ular nima qiladi? Shu xolinergik nerv sistemasi orqali ishtirok etib, buni nima qiladi? Aktivlaydi. Xo'p, sizlarga tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Endi qaranglar, simpatik va parasimpatik organizmimizdagi normal fiziologik jarayonlarda boshqarishda ishtirok etar ekan. Buni ham boshqaruvchi tizim bormi degan savol tug'iladi. Bunda ha bor, qayerlar orqali boshqariladi desa, 3 ta asosiy tuzilma orqali boshqariladi. Gipotalamus, limbik sistema va shu bilan birgalikda afferent sensor informatsiya orqali simpatik va parasimpatik, ya'ni avtonom nerv sistemasi ham boshqariladi. Agar sizlarga bugungi darslarimiz tushunarli bo'lsa, qanday fikrlaringiz bo'lsa, bemalol komment qismida yozib qoldirishingiz mumkin. Bizdagi to'liq informatsiyalarni bemalol Telegram kanallarimizdan olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.